IELTS imtihoningizga sanoqli kunlar qoldi, lekin siz haliyam o'zingizni imtihonga tayyorday his qilmayapsiz. Ota-onangiz va qarindosh urug'laringiz sizdan yuqori natijalar kutyapti, lekin siz past ball olib qo'yib, ularning yuzini yerga qaratishdan qo'rqyapsiz. Agar tepadagi aytganlarim sizga tanish bo'lsa, demak bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Men sizga psixologlar minglab dollarlarga sotishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni tekinga ulashaman. Buning uchun esa sahifamga obuna bo'lib qo'ying va xuddi sizga o'xshagan ko'plab insonlarga bu video yetib borishi uchun videoga like bosing. Assalomu alaykum, men ismim G'anisher Otaboyev, 6 yillik tajribaga ega ingliz tili va IELTS ustoziman. Shaxsiy IELTS balim 8.5 va xalqaro SEAL sertifikatim ham bor. Bu videoda sizga shaxsan o'zim qanday qilib birinchi IELTS imtihonimga ruhan tayyorgarlik ko'rganim va o'sha payt ishlatgan texnikalarim haqida aytib beraman. 2022-yil studentman. O'sha paytlari menga uydan jo'natiladigan pul oylik xarajatlarimga zo'rg'a yetardi. Va men juda ko'p harakat qilganman ish topishga, lekin afsuski ish topa olmaganman. Buni asosiy sababi menda IELTS yo'qligi bo'lgan. IELTS siz ham ishla olaman, IELTS siz ham men masalan potensialim ko'rsata olaman deganman, lekin hech qaysi o'quv markazi menga ish bermagan. Va o'sha paytlari nisbatan ballar pastroq bo'lgan, hech bo'lmaganda 6 bo'lmagani uchun, menda IELTS 6 bo'lmagani uchun men hech qayerda ishga qabul qilinmaganman. Va hammasi o'shandan boshlandi. Men keyin maqsad qildim IELTS 8 olib, o'zim ustimda ishlab, xudo xolasa yaxshi bir ishga kirib, o'zim xarajatlarimni qoplab, kerak bo'lsa bu puldan ota-onamga ham yordam beraman deb. Lekin bu uchun ham menga pul kerak bo'lgan. O'sha paytlari IELTS kurslari taxminan 600 ming atrofida bo'lardi va menga 3 oylik IELTS kursi uchun pul va IELTS registratsiyasi uchun 2 millioncha pul kerak bo'lgan va o'sha payti ota-onamga telefon qilib iltimos qilganman. Iltimos, hozir menga mashuncha pul kerak bo'lyapti. Taxminan shu 4 millioncha bo'lsa, 4 millioncha pul kerak bo'lyapti. Iltimos shu pulni qarz olib bo'lsa ham, qayerdan bo'lsa ham topib beringlar menga. Chunki hozir qiynalib ketdim. O'zim ham ishlab, men o'zimni xarajatlarimni qoplamasam bo'lmaydi. Men sizlarni ham bunaqa qiynash xohlamayman. Lekin aynan hozir menga investment kerak bo'lyapti. Ya'ni kimdir menga shunaqa kattaroq summa investitsiya qiladigan bo'lsa, xudo xolasa men o'zim IELTS 8 olib, o'zim ishga kirib, men sizlarga bu pulni ortig'i bilan qaytarib beraman deb ota-onamdan iltimos qilganman va ular meni to'g'ri tushunib, o'sha payti qayerdan bo'lsa ham pul topib menga jo'natishgan. Endi meni yelkamda juda katta mas'uliyat bor edi. Chunki men ota-onamga va'da berib qo'ydim va ularning ishonchini oqlashim kerak edi. Ota-onam menga universitet kontrakt puli, xarajatlarim, oylik xarajatlarim va kvartira pulidan tashqari o'qishim uchun, ya'ni alohida kurslarga borishim uchun menga pul jo'natishdi va buni men oqlashim kerak edi. Va o'sha kundan boshlab men mazza qilib dam olganim yo'q. O'shaning uchun ham agar ko'rgan bo'lsanglar YouTube'da 16 soatlab dars qilish bo'yicha videolar qilganman. Ya'ni o'sha 16 soat dars qilganim, IELTS 8 ga tayyorgarlik ko'rayotgan paytim qanchalik intizom bilan dars qilganim haqida videolar qilganman. O'shani ko'rib chiqsanglar, qanchalik u payti qiyin bo'lganini tushunishingiz mumkin. Lekin o'sha paytlari juda ham bilimli insonlar bilan gaplashib, men bitta xulosaga keldim. Imtihon uchun faqatgina bilimni o'zi yetarli emas ekan, ayniqsa IELTS imtihoniga. Agar siz unga oldindan o'zingizni ruhan tayyorlamaydigan bo'lsangiz, imtihon payti zo'r ishonch bilan kirmaydigan bo'lsangiz, siz potensialingizdan ancha pastroq ball olib chiqishingiz mumkin ekan. Buni misolini men aslida 8 lik bo'lgan o'quvchilar 7 ball olib chiqqanida ko'rdim. Va buni yana bir misolini men mo'klarda 6.5 olib turib, lekin o'ziga ishonchi baland bo'lgani uchun imtihonda 7 olib chiqqan o'quvchilarda ko'rdim. Keling, texnikalarga o'tishdan oldin inson nega o'zini hech qachon tayyor his qilmasligi haqida gaplashamiz. Imtihonni faqat o'zimiz uchun topshirayotganimizda biz bunchalik bosim ostida qolmagan bo'lardik. Endi bu yoqda ota-onamizni kutuvlari, qarindosh urug'larimizni kutuvlari va do'stlarimiz o'qishga kirish kerak, qancha muammolar bor. Agar o'qishdan qolib ketadigan bo'lsak, odamlar nima deb o'ylaydi? Mana shu miyamizda har xil fikrlar aylanib yurgani uchun bizda bosim kattaroq bo'ladi. Va biz tanqidga uchrashdan qo'rqqanimiz uchun ham bizda ko'p stress paydo bo'ladi va biz imtihonda o'zimizni potensialimiz ko'rsata olmasligimiz mumkin va undan ham yomoni biz imtihonga registratsiya qilishdan ham qo'rqib yurishimiz mumkin. Ikkinchisi, muammolarni miyamizda kattalashtirib yuborish. Ba'zida listening reading past chiqib qoladigan bo'lsa, biz panikaga tushamiz. Yoki kimdir bizga nimadir deb qo'yadigan bo'lsa, masalan, speaking pastroq ekan yoki writing pastroq ekan deb qo'yadigan bo'lsa, yoki kimdir bir bizga qarshi negativ narsa aytadigan bo'lsa, biz u narsani miyamizda kattalashtirib yuboramiz va bu bizani yana ham panikaga tushirib qo'yadi. Ya'ni imtihonga yana ham hali tayyor emasman shekilli, hali cho'zsammikan, 1 oyga, 2 oyga cho'zsammikan deb qo'rquvda yuraveramiz va natijada biz imtihonni kechiktirib yuboramiz. Uchinchisi, bilim va ishonch ikki xil narsa.
Shunaqa insonlarni ko'rganman. Boya videoni boshida aytib o'tdim. Juda ham bilimli insonlar. Lekin dux bo'lmagani uchun, o'ziga ishonchi past bo'lgani uchun juda ham past ball olib chiqishadi. Eng ekstrem holati 8 darajadagi o'quvchi man 6,5 olib chiqqanini ko'rganman. Listeningda bittasini o'tkazib yuborgan, shu bilan o'tib ketavergan. Readingda keyin listeningda yaxshi bo'lmagani uchun bo'ldi, dabdala bo'ldi deb readingni ham uncha yaxshi bajarmagan va faqatgina speaking va writing ballari balandroq bo'lgan. Adashmasam 8 bilan 7 bo'lganmi shunaqa. Lekin o'shunaqa ball bilan writing, speaking baland bo'lsa ham, listening, readingda dux pastroq bo'lgani uchun, chalg'ib ketgani uchun, fokus bo'lmagani uchun overall balli juda ham past bo'lgan. Demak, faqatgina bilim olishimizni o'zi yetarli emas ekan. Biz o'zimizni ruhan tayyorlashimiz ham kerak ekan. Xo'p, endi qo'rquvlarni yengib, o'zingizni imtihonga ruhan tayyorlash uchun 7 ta texnika haqida gaplashamiz. Agar hammasini men aytgandek qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh siz o'zingizni potensialingizdan balandroq ball olishingiz ham mumkin. Birinchi o'rinda negativ odamlardan uzoqlashing. Ularni umuman eshitmang. Chunki bilasizmi, IELTS balli 8-8,5 lik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin atrofingizdagi insonlar negativ bo'ladigan bo'lsa, sizga ishonmaydigan bo'lsa, yoki har gapni bittasida, san 8 ola olasanmi, ola olmaysan, yoki senga 8 olishni kim qo'yibdi, deyveradigan bo'lsa, sizni rostdan ham o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketaveradi. Bu narsa miyangizga o'rnashib qoladi. Agar bitta odamga san qila olmaysan deydigan bo'lsangiz, u qila olmaydigan bo'lib qoladi. Bu farzand tarbiyasida ham xuddi shunaqa. Biz o'zimizni ham har doim tarbiyalab boryapmiz. Atrofimizdagi eshitgan narsalarimiz bizga rostdan ta'sir qiladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda atrofingizdagi insonlarni bitta ko'rib chiqing. Kim sizga negativlik qilyapti, o'sha odamdan uzoqroq bo'ling. Meni shaxsan o'zimda shunaqa guruhdoshlar bo'lardi. Orada gaplashib qolardik, speaking practice qilayotganda gaplashib qolardik. Endi ular orasida oldin imtihonga kirib chiqib 7 olib chiqqanlar ham bor edi. Ular aytardi, bilasanmi, o'sha IELTS 8 olish vobshe qiyin-da, ayniqsa biz 3 oy vaqtimiz bor. Sana IELTSing masalan 6-6,5 atrofida bo'ladigan bo'lsa, 3 oyda qilishing qiyin. Agar listeningda bitta o'tkazib oladigan bo'lsang, shunchasi o'tib ketadi, dabdalasi chiqib, o'sha listeningdan past ball olasan. Faqat shunaqa gaplar bo'lardi. Speaking examinerlar past ball qo'yapti ekan hozir. Yoki British Council balandroq qo'yapti ekan, IGP balandroq qo'yapti ekan deb shunga o'xshagan mish-mishlar, shunga o'xshagan yolg'on ma'lumotlar bo'lardi. Va bu meni qaysidir ma'noda o'zimga bo'lgan ishonchimni tushirib qo'yardi. Va o'sha payt ustozim bilan gaplashganman. Va ulardan so'raganman, ustoz 8 olalarmikanman, odamlar qiyin deyapti, unaqa deyapti, bunaqa deyapti deganda, ustozim aytgan, nimaga odamlar eshitasan, nima foydasi bor ularni eshitgandan ko'ra. Undan ko'ra darsingni qilsang bo'lmaydimi, o'zingni ustida ishlasang bo'lmaydimi degan. Va o'sha gapni o'zi menga yetgan. O'shandan boshlab men butun cut out the noise deydi-ku, atrofimdagi hamma shovqinni o'chirib tashlaganman. Hech qanaqa negativ odamni eshitmaganman. Ular menga negativ aytadigan bo'lsa ham, mendagi shunaqangi ishonch bo'lganki, hop, sanda 8 chiqmagan bo'lsa, xudo xolasa menda o'xshaydi. Sanda shunaqa dabdala chiqqan bo'lsa, menda yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa deb har doim o'zimga pozitiv gaplarni aytib yurganman. Va eng qizig'i o'sha negativ ballarni o'zi IELTS imtihonidan pastroq ball olgan va meni birinchi urinishda IELTSim 8 bo'lgan. Ikkinchisi uyquni tartiblab olish. Uyquni tartiblab olish bu xuddi hayotingizni tartiblashdek gap. Agar siz har xil vaqtda uxlab, har xil vaqtda turadigan bo'lsangiz, sizni hayotingiz ham juda ham tartibsiz bo'lib ketaveradi. Bu narsani men shaxsan o'zimda ko'rganman. Endi 100% hayotim davomida har doim tartibli yashayman deya olmayman. Hozir biz qachon uxlaymiz, qachonki farzandimiz uxlasa uxlaymiz. Undan tashqari bo'lgan paytlarda biz tartibsizroq hayot. Lekin agar student bo'ladigan bo'lsangiz, hozir asosiy fokusingiz o'qishga bo'ladigan bo'lsa, siz uyqungizni imtihongacha bo'lgan paytda hech bo'lmasa tartiblab olishingiz kerak bo'ladi. Chunki uyqu tartibli bo'ladigan bo'lsa, hayotingiz tartibli bo'ladi. Chunki odam lanch bo'ladi, o'zidan qoniqmaydi, qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilmaydi, dangasalik bo'ladi va hammasi bu uyquga bog'liq. Meni shaxsan o'zim tavsiya qilgan soatlarim soat kechki 10 da uxlab, ertalab soat 4-5 da turish. Bu eng ideal bo'lgan variant. Ya'ni hamma follow qilsa o'xshaydigan variant deb o'ylayman, chunki soat 10 dan 4 gacha bo'lgan muddatda biz eng yaxshi uyquni olar ekanmiz. Bu meni gapim emas, bu olimlarning gapi. Olimlar xuddi shunaqa tadqiqotlar o'tkazib, odamga eng optimal, eng yaxshi uyqu mana shu soatlar orasida deb aytishgan ekan. Uchinchisi ovqatlanish tartibi. Endi shu yerda kimdir so'rashi mumkin, ustoz, IELTSni ovqatlanishga nima aloqasi bor deyishi mumkin. Lekin men sizga hozir ovqatlanishni ilm olishga qanaqa ta'sir qilishini sodda va oddiy tilda tushuntirib beraman. Bitta maqol bor, you are what you eat. Ya'ni sen yeydigan narsangsan.
Ya'ni biz sog'lom ovqatlanadigan bo'lsak, biz sog'lom bo'lamiz. Agar nosog'lom ovqatlanadigan bo'lsak, biz ham nosog'lom bo'lamiz. Ulamolarimiz ham ko'p ovqatlanish zehnni pasaytiradi, dangasalik keltirib chiqaradi deb ko'p aytishgan. Faqat bu yerda men och yurish, ovqatlanmaslik haqida gapirmayapman. Bu yerda men juda to'yib ovqatlanmaslik haqida aytyapman. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunaqa degan ekanlar. Qorinni 3dan 1 ovqatga, 3dan 1 suvga va 3dan 1 nafas olish uchun, havo uchun qoldirishimiz kerak ekan. Mani tavsiyalarim fast food va gazli ichimliklarni umuman iste'mol qilmang, chunki ular odamni lanj qiladi, diqqatini tarqoq qiladi va sizni dangasalashtiradi. Bu ham meni gaplarim emas, olimlar buni tasdiqlashgan. Ishonmasangiz o'zingiz research qilib ko'ring. Ertalab kuchli ovqatlaning, obedda kamroq ovqat yeng va kechqurun salat yoki yengilroq ovqatlanishingiz mumkin. Bu bilan siz lanch bo'lmasdan kuni bo'yi tiniq fikr bilan, svejiy miya bilan dars qilishingiz mumkin. Aynan o'zim ham imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan paytim shularga rioya qilganman. Endi 4-chi aytmoqchi bo'lgan usulimni psixologlar ham tavsiya qilishadi va buni ta'sirini haqiqatda o'zimda ham ko'rganman. Men bu texnikani imtihonimdan oldin qanaqa ishlatganman? Birinchi o'rinda ertalab turib bomdoddan keyin har kuni imtihonimni detalli tasavvur qilardim. Ko'zim yumardim-da o'ylab o'tirardim o'sha paytlarni. Xo'p, imtihon kunim bo'lyapti. Imtihon kunim ertalab soat 8da yoki 7larda turdim, mana bunaqa qildim. Keyin ovqatlandim, ovqatga mana bunaqa narsa yedim, keyin yaxshi ko'rgan kiyimlarimni kiydim, keyin taksi chaqirdim, keyin bordim, keyin imtihonda kutib olishdi meni, keyin listening bajardim, listendan mana bunaqa savollar tushdi, readingdan mana bunaqa savollar tushdi, writingdan mana bunaqa savollar tushdi deb detalli har bitta narsani tasavvur qilardim. Endi buni eshitgan odam jinnimi bu deyishi mumkin. Lekin qayerdadir shu texnikani eshitib qolgandan keyin men shuni sinab ko'rganman. Va qanaqa bo'lgan natijasi deydigan bo'lsangiz, shok bo'lganman. I was really shocked. Qanaqa? Imtihonga boryapman, xuddi tasavvur qilganimdek bo'lyapti. Bu visualization'ni men deyarli har kuni, endi boshida imtihonga 1 oy qolgan paytlari haftada 1-2 marta qilardim va imtihonimga 3-4 kun qolganda har kuni qildim bu narsani. Oxirida duo qilardim. Yo Alloh, menga xuddi shunaqangi chiroyli bo'lsin, shunaqa yengil bo'lsin deb. Va rosta yengil bo'lgan. Imtihonda men mazza qilganman. Men uchun bu enjoyable process bo'lgan. Va bitta zo'r joyini aytaman sizlarga. Imtihon o'sha paytda tasavvur qilganimdek bo'lgan va writingda tasavvur qilgan savollarim tushgan. Writing tasavvurga line graph tasavvur qilgandim, line graph tushgan. Task 2ga advantage disadvantage tasavvur qilgandim, advantage disadvantage tushgan. I was shocked. Rostakamiga shokka tushganman o'sha payti. Tanim bijirlab ketganda, wow deganman. Qanaqasiga deyapman-da, lekin bu albatta duoni o'rni katta. Shu joyda eslatib o'taman. Duo oling atrofingizdagi insonlardan, o'zingiz ham duo qiling. Imtihoningiz oson bo'lishini, imtihoningiz yengil bo'lishini ko'p Allohdan so'rang. Va bu visualization texnikani har kuni qilib, imtihondan oldingi hayajonlarni ancha kamaytirishingiz mumkin. 5-inchisi imtihon kuni hech qanaqa kutuv qilmaslik. Bo'ldi, endi 8ni ham, 7ni ham, 7:30ni ham unutamiz, bo'ldi. Natijani shunchaki unutamiz. Biz qo'limizdan kelganini qildik, endi natijasi Allohdan. O'sha kuni biz bor kuchimiz bilan, potensialimiz bilan harakat qilamiz va Alloh bergan natijaga ko'namiz, rozi bo'lamiz. Chunki o'sha kuni necha chiqar ekan, hozir xato qilib qo'ysamchi deb o'ylab o'tiradigan bo'lsak, bu bizani ballimizni tushirib qo'yadi. Va o'sha paytda men imtihonga 1 kun qolganda, 2 kun qolganda ota-onamga telefon qilganman va ulardan bitta narsani so'raganman. Ya'ni ularga aytganman. Dada, oyi, men qo'limdan kelganini qildim. O'zingizlar bilasizlar, 1 daqiqa ham, endi juda bir ekstrem aytganda, 1 daqiqa ham dam olganim yo'q. Men sizlarning ishonchinglarni oqlash uchun maksimum harakat qildim. Lekin endi bu yog'i natijasi Allohdan. Men hozir agar sizlarni o'ylab o'tirsam, ota-onam nima deb o'ylaydi yoki ota-onam xafa bo'lib qolmasmikan pastroq ball olsam, deydigan narsani men imtihonda o'ylaydigan bo'lsam, meni bu ballimga ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun bitta duo qilinglar va iltimos menga aytinglar, o'sha mendan katta narsa kutmanglar deganman. Ya'ni kutmaslik degani qanaqa? To'g'ri, yaxshi niyat qilinadi. Hamma ham yaxshi niyat qiladi, lekin kutib o'sha 8 chiqmasa bo'lmaydi, 7:30 chiqmasa bo'lmaydi, 7 chiqmasa bo'lmaydi deb turtki bo'veradigan bo'lsa atrofimizda, biz qo'rquvga soladi bu narsa. 7 olib qo'ymasamchi degan narsa bo'ladi yoki 7:30 ola olmasamchi degan narsa bo'ladi. Va bu narsa ota-onalardan ham iltimos qilgan bo'lardim shu narsani. Iltimos, farzandinglarni qiynamanglar. Bu narsa ularga ortiqcha bosim bo'ladi. Mana shu joyini ota-onangizga ko'rsatsanglar bo'ladi. Agar ota-onangiz siz ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'quvchi sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, men sizlarga aytaman, IELTS imtihoni o'zi shundoq qiyin, shundoq stressli.
Va bu stress yana ham ortadi agar kimdir kutib shu 7 olmasang bo'lmaydi, 7,5 olmasang bo'lmaydi, 8 olmasang bo'lmaydi deb bitta odam turtkilab turgan bo'lsa va o'sha payti ota-onamga aytganimda tushunishgan mani, duo qilishgan va mendan rozi bo'lishgan. Ya'ni sen qo'lingdan kelganini qilding, biz seni bilamiz, biz senga ishonamiz va nima natija chiqargan bo'lsa ham biz undan rozimiz. Va bu meni yelkamdagi yukni yengillashtirgan, ancha meni fokus bilan imtihonni mazza qilib bajarib chiqishimga yordam bergan. 6-texnika nafas olish mashqlari. O'sha paytlari juda ham asabiy bo'lib qolganman. Odamlarning gapi umuman yoqmasdi. Atrofimdagi kimdir o'sha shovqin qiladigan bo'lsa yoki kimdir bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, jahlim chiqib ketib, bularga baqirib ketardim. O'sha xonadoshlarimga. Va buni chetdan qaraganda juda ham qo'pol narsa aslida. Har narsaga jahl qo'rish, stress qo'rish birinchidan o'zimizga zarar. Ikkinchidan bu atrofimizdagi insonlar bilan munosabatimizga sovuqchilik tushiradi. Va o'sha payti ham research qildim, nima qilsam bo'ladi, bunga yechim qidirdim va breathing texnik haqida eshitib qoldim. Ya'ni nafas olish mashqlari. Bu narsani har safar jahlim chiqqanda qilishni boshladim. Har safar o'sha tushkunlikka tushganda qilishni boshladim. Nafas chuqur olib, chiqarib, xuddi shunaqa qilib o'zimni recover qilib olardim. Ya'ni o'zimni qayta tiklab olardim. Va imtihonda ham xuddi shu narsani qildim. Listening boshlashdan oldin qildim. deb nafas olib chiqarib o'zimni fokusga tushirib oldim. Har safar nafas olib chiqarganimda menda fokus paydo bo'ladigan bo'ldi. Listeningdan keyin ozgina chalkash bo'lib qoldim. Listeningda bitta o'tkazib yubordim. O'sha payti ham o'zimni chuqur nafas olib tiklab oldim. Readingdan keyin charchab qoldim. Writingga kuchim qolmadi. O'sha payti ham ko'zimni yumdim bir 2 minut. Nafas olish mashqini qildim va qarabsizki, stress kamayadi. Nafas olish mashqidan keyin sizda nisbatan tiklanish bo'ladi. Nimaga bu sportsmenlar shu narsani qiladi, bilasizlarmi? Ya'ni sportda siz muvaffaqiyatga erishish uchun to'g'ri nafas olishni bilishingiz kerak. Va bu narsa bizani imtihonga tayyorgarlik ko'rishimizda ham, imtihon jarayonimizda ham juda katta yordam berar ekan. O'rtoqlar, 7-chi aytib o'tishim kerak bo'lgan eng muhim narsa bu yetarlicha dars qilish. O'ziga bo'lgan ishonch aslida bilimdan keladi. Qanchalik o'zingizga sen zo'rsan, sen yorib tashlaysan, sen baland ball olasan deb o'zingizga qanchalik ishonch berganingiz bilan ham, qanchalik siz psixologik texnikalarni sinab ko'rganingiz bilan ham, agar siz imtihonga bilim tomonlama, practice tomonlama tayyor bo'lmasangiz, past ball olishingiz ehtimoli juda katta. Ruhiy tayyorgarlik sizni ballingizni unchalik ham oshirib yubormaydi. O'zingizni potensialingizni to'liq ishlatishga yordam berishi mumkin. Demak, hamma mehnatiga yarasha oladi. Agar mock natijalaringiz hali ham past bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi o'rinda siz muammolaringizni aniqlashingiz kerak. Shunga yarasha ko'proq dars qilishingiz kerak. Imtihon atmosferasida dars qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni bemalol uyda o'tirib bajarib emas, o'sha imtihon atmosferasida testlar yechishni boshlashingiz kerak. Lekin mehnat qilish uchun ham to'g'ri yo'nalish kerak. Agar anchadan beri IELTS o'qiyotgan bo'lsangiz, lekin natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, dangasalik qilib qo'yayotgan bo'lsangiz, to'g'ri bir tizimga ergashmayotgan bo'lsangiz, men sizga tezroq natija olishga yordam berishim mumkin. Avgust oyida 4 ta skillni ham oshirishga yordam beradigan IELTS marafon boshlayapman. Agar ballingizni bir oyda yarim balldan 2 ballgacha oshirmoqchi bo'lsangiz, ushbu onlayn kursimizga qo'shilishingiz mumkin. Bu kurs kimlar uchun? Hozirgi ballini yarim balldan 2 ballgacha oshirmoqchi bo'lganlar uchun. Avgust oyidan unumli foydalanib, yangi o'quv yili boshlanishidan oldin 7+ natijani qo'lga kiritmoqchi bo'lganlar uchun. Kuchli intizom shakllantirmoqchi bo'lganlar uchun. Endi kurs haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. O'rtoqlar, kursimiz 1 oy davom etadi va deyarli har kuni sizlarga darslar o'tiladi. Kursimizda 4 ta skillga ham teng fokus qaratiladi, ya'ni listening, reading, writing, speakingga ham darslar, ham vazifalar beriladi. O'rtoqlar, kursimizda bitta emas, 2 ta emas, 3 ta emas, 4 ta ustoz siz bilan shug'ullanadi. 4 ta ustoz sizga yordam beradi. Bulardan birinchisi men o'zim, asosiy darslarni o'zim o'taman va bundan tashqari speaking mock oladigan insonimiz ham bo'ladi, writingingizni tekshiradigan insonimiz ham bo'ladi va oxirgisi homework checker, ya'ni vazifalaringizni qilinayotgan, bajarilayotganini tekshirib boradigan inson bo'ladi. Har bir guruhda 13 tadan 15 tagacha o'quvchi bo'ladi. To'g'ri, ba'zi odamlar 20 ta, 25 ta, 30 talab o'quvchini bitta guruhga qo'shishi mumkin onlayn kurslarda, lekin biz sifat uchun o'quvchilar sonini kamaytirib qo'yganmiz. Biz har bir o'quvchiga individual yondashamiz, o'shaning uchun biz o'quvchi sonini kamaytirib qo'yganmiz. Xo'p, kursimiz davomida nimalar qilinadi? Birinchi o'rinda har kuni 4 ta skill bo'yicha sizga vazifalar beriladi va bu hamma vazifalar CGI imtihonga moslashtirilgan bo'ladi.
Juda ko'pchilik o'quvchilar birinchi uyda qog'ozda praktis qilib, keyin imtihonga borganda kompyuterda topshirib, pastroq ball olishi mumkin, chunki kompyuterga hali moslashmagan bo'ladi. Lekin bu muammo bizning kursimizda bo'lmaydi, xudo xohlasa, chunki bir oy davomida faqatgina kompyuterda testlar bajaramiz. Haftada 3 kun speaking mock bo'ladi. Har bitta o'quvchidan mock olib, feedback beriladi va 3 kun writing check bo'ladi. Ya'ni har bir writingingiz tekshirilib, online live tekshirilib, ularga feedbacklar beriladi. Har yakshanba kuni full mock exam va bu mock examlar o'zimizning CDI IELTS Station platformamizda bo'ladi. Har bir funksiya imtihon bilan bir xil qilganmiz. Bu platforma bilan har hafta imtihon bosimini his qilasiz va imtihonga yana ham samaraliroq tayyorgarlik ko'rasiz. Va bizning kursimizni boshqa onlayn kurslardan ajratib turadigan narsa bu gamifikatsiya tizimi. Har bir qilgan vazifangiz uchun sizga ballar beriladi va haftalik ballar umumiy hisoblanib, eng zo'r o'quvchilarga, eng ko'p dars qilgan, eng sifatli dars qilgan o'quvchilarga biz tomonimizdan sovg'alar yuboriladi. Bu bir oyda bir marta emas, har hafta bo'ladigan narsa. Va kurs oxirida bitta eng top o'quvchimizga IELTS imtihoni uchun free seat sovg'a qilamiz. Endi kursdagi bonuslar va afzalliklarni aytib o'taman. Birinchi o'rinda o'sha aytganimdek CDI uchun mos materiallar. Hamma material CDI imtihoniga moslashgan bo'ladi. Qog'ozlarda bajarmaysizlar, faqatgina kompyuterga moslashgan bo'ladi. Kursimiz boshlanishiga har bir o'quvchiga gift box yuboriladi. Uning ichida kitob bo'lishi mumkin, daftar bo'lishi mumkin, chiroyli estetik bloknotlar bo'lishi mumkin va sizni xursand qiladigan nimadirlar bo'ladi xullas. Va bundan tashqari sizga IELTS Station practice platformamizga 1 oylik premium obuna sovg'a qilinadi. Va aytib o'tganimdek, 4 ustoz tomonidan tizimli nazorat va bitta o'quvchimizga, eng zo'r o'quvchimizga IELTS imtihonini tekinga topshirish imkoniyatini beramiz. Va eng muhimi, hozir qo'lga kiritishingiz mumkin bo'lgan bonus bu maxsus chegirma. Ya'ni agar bu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz omadlisiz va hoziroq pastdagi link orqali kursimizga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga katta chegirma berishimiz mumkin. Va videoyimiz oxirida shuni aytmoqchimanki, kursimga qo'shilsangiz ham, qo'shilmasangiz ham men sizlarga ilm berishda davom etaveraman. Maqsadim menga foyda keltirgan ilmlar boshqalarga ham yetib borsin, boshqalarning ham baland ball olishlarida yordam bersin. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizga qoyilman, juda sabrli inson ekansiz va menga ham aynan shunaqa o'quvchilar kerak. Videoda olgan xulosalaringizni izohlarda batafsil yozib qoldiring va men 3 ta eng zo'r izoh yozgan insonga endi ochilayotgan, mana avgustda ochiladigan IELTS marafonimni shundoq sovg'a qilib yuboraman. Faqat sovg'ani yutib olish sharti o'sha aytganimdek videoda olgan insightlaringizni va ular bilan birga olgan insightlaringizni hayotda qanaqa tatbiq qilmoqchi ekaningizni ham yozib ketish. YouTube sahifamni yo'qotib qo'ymaslik uchun va shunga o'xshagan foydali darsliklarni har doim ko'rib borish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, ilm olishda charchamang.